Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 14-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Qayg'u yili. Abu Tolib ancha keksayib qoldi. Ortiq hayot mashaqqatlarini ko'targudek holi ham qolmadi. Otasi Abdumuttalibning vafotidan buyon 40 yilga yaqin vaqt o'tdi axir. Bir kun u kasalga chalindi va yotib qoldi. Quraysh zadagonlaridan Utba Shayba, Abu Jahl, Umayya, Abu Sufyon va yana bir necha kishi uni ziyorat qildilar. Tuzalib ketgin dedilar gap orasida. Ey Abu Tolib, biz senga hurmat qilamiz. Bu kasallik seni to'shakka mixlab qo'yibdi. Agar biron kor hol yuz bersa, yaxshi bo'lmaydi deb qo'rqamiz. Shuncha paytdan beri jiyaning bilan bizlarni o'rtamizda davom etib kelayotgan qarama-qarshilikni bilasan. Uni hozir chaqirtirgin-da, mumkin bo'lsa o'zaro bir bitimga kelishaylik. Uni bizga zarari tegmasin, bizdan ham unga ziyon zahmat yetmasin dedilar. Abu Tolib bu taklifni ma'qul ko'rdi. Xabar yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol yetib keldilar. Ashaddiy kofirlarni ham shu yerda ekanini ko'rdilar. Amakilarining yonboshlariga o'tirdilar. Abu Tolib charchagan, horg'in tovush bilan gap boshladi. Ey jiyanim, bular qavmning ulug'laridir. Sen bilan bir bitim tuzish uchun kelishibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda so'z amakijon deya mehmonlarga o'girildilar. Bizlardan birgina kalima talab qilinyapti. Shuni aytsalaringiz, natija bundan butun arablar sizlarning hokimiyatingiz ostida bo'ladilar. Arab bo'lmaganlar ham sizlarning yo'lingizga va diningizga kiradilar. Abu Jahl shoshib pishib, bir emas 10 ta kalima so'zlashga ham tayyormiz. Otangni boshi haqqa shu muomalaga chek qo'yaylik endi, dedi. La ilaha illalloh deysizlar va barcha butlardan voz kechasizlar. Ular hayratdan ana xolos deya chapak chalib yubordilar. Bu bilan bo'lmaydi demoqchi edilar. Hafsalalari pir bo'ldi. Yo Muhammad, sen shuncha ilohni yolg'iz bir ilohga aylantirmoqchimisan? To'g'risi bu juda bo'lmag'ur narsa deya o'rnlaridan turdilar. Istehzoga to'liq qarashlar bilan xonadan chiqib ketdilar. Qiyofalarida odim otishlaridan hamon kibr va mag'rurlik ifodasi. Yo'lda borarkanlar hayratlarini yashira olmasdilar. Nahotki undan boshqa hech kim bunaqa narsalarni bilmasa? Uning diniga o'xshash bir din haqida eshitgan odam bormi hech? Azizim, uydirma qanaqa bo'ladi? Katta bir shaharda shuncha inson yashasa-yu, yolg'iz ungagina vahiy keladimi? Bunaqa bo'lmaydi axir. Menga Abu Tolib juda parishon bo'lib ko'rindi, dedi Umayya. To'shakdan qaytib turmasa kerak. Yaxshi odam, mard odam, ammo u jiyani masalasida haddan tashqari o'jarlik qiladi. Bu o'jarlik endi uzog'i bilan bir hafta davom etadi. Shundan keyin mana ko'rasiz, maydon o'zimizga qoladi. Onadan tug'ilganiga pushaymon bo'ladigan kunlar amakisining ajali bilan birgalikda kelsa shoyat. Shu tarz suhbatlasha tarqaldilar. Abu Tolib ajali yaqin ekanini sezardi. Yonida o'tirgan bir islom ahkomlaridan bahs etgan jiyani bir muddat o'tgach ijozat so'rab xayrlashdi. U ketar ekan, Abu Tolibning ko'zlaridan bir tomchi achchiq yosh to'kildi. Bu ko'z yoshlari tugab borayotgan umr shamchirog'i uchun emas, otasidan keyin bor kuch-qudrati va g'ayratini ishga solib, o'ta samimiylik bilan bajarib kelgan g'oyat ahamiyatli vazifadan ayrilishga majbur qolgani uchun to'kilayotgan edi. Chunki yana bir necha kun o'tgach so'nggi nafasini berajak va har bir inson bo'ysunishga majbur bo'lgan ilohiy hukmga u ham itoat etajak. Hisob va jazo olamiga ketajak. Ammo ukalari o'zidan keyin bu qutlug' vazifani davom ettira olmasdi. Birinchi ukasi Abu Lahab, Makkada so'zi o'tadigan obro'y baland bir kishi. Biroq u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ashaddiy bir dushman ko'zi bilan qaraydi. Ikkinchi ukasi Abbos. Abbosning ham qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu ish bunday mas'uliyatli va xavfli vazifani zimmasiga oladigan holatda emas edi.
Tijoratga, sudxo'rlikka mukkasidan ketgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning himoyasiga olgan taqdirda Qurayshlarning unga dushman bo'lib qolishidan va oqibatda tijorat va sudxo'rlik ishlari chappasiga ketishidan qo'rqadi. Yana bir ukasi Hamza. U esa musulmon bo'lgan kishini so'zi o'tmas, himoyasi ham tan olinmas edi. Hol shunday ekan, jiyani himoyasiz qolishi muqarrar. Ushbu damda ko'zlaridan oqib, soqolini ho'llayotgan yosh tomchilarini sababi mana shu fikrlar edi. Bir paytlar ota-onasidan keyin bobosidan judo bo'lib qolgan go'daklik paytida boqib olgan suyukli jiyani hozirda katta bir kishi bo'lib yetishganiga qaramay, dushmanlar bilan kurashilgan har bir holatda tashlab ketishga majbur bo'layotgani uni yig'latayotgan edi. Qurayshning ne tahdidi, tazyiqini mardlarcha bartaraf etgan, unga dushmanlik qilib cho'zilgan qo'llarga doimo so'nggi tomchi qoni qolguncha qarshi turishni va undan juda ham faxrlanishni ko'krak kerib hayqirgan, bu gapni bir marta emas, 10-20 martalab qaytargan edi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi qilingan har bir qanday hujum uning mard, jasur va o'limdan qo'rqmas ko'ksiga duch kelib chilparchin bo'lar edi. Bitgan ekan-ku, mingta Abu Jahl bo'lganida ham bosgan qadamini orqaga qaytib olgan emas. Natijada 3 yil davomida ochlikka qarshi kurashishga to'g'ri keldi. Necha marta o'lim xavfi yaqinlashganida jirkanch narsalarni yeyishga ham o'zlarini majbur qildi. Daraxt po'stloqlarini kemirdi. O'lgan hayvonlarni terilarini, tirnoqlarini chaynab shimdi. Middasini faryodini eshitmaslik uchun qorniga tosh bog'ladi. Juda qattiq qiynalgan paytlarida yerga dumalab ag'anardi. Biroq suyukli jiyanini kechasiyu kunduz qo'riqlashdan charchamadi. Vijdoni bor hech bir inson, bir musulmon Abu Tolib yana mana bunday ish qilishi kerak edi. Men Muhammadni undan ham yaxshiroq himoya etardim deya olmaydi. Deguday bo'lsa ham o'ylamay netmay hovliqmoqlik qilib aytilgan gap bo'lar edi. Bir necha kundan keyin Abu Jahl bilan Abdulloh ibn Abu Umayya bir-biriga yana Abu Tolibning borib ko'rishdi. Aslida ularning orasida ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan ba'zi yaxshi, ba'zan achchiq xotiralar bilan to'la do'stlik rishtalari bor edi. Ehtimol mug'ombir Abu Jahl kasal yotgan bir do'stini ziyorat qilish bahonasida u o'lim sari ketayaptimi yoki hayotga qaytyaptimi ekanini aniqlash uchun kelgan bo'lishi ham mumkin. Ular kasalni yoniga o'tirar ekanlar. Ushbu damda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham kelib qoldilar. Amakilaridan hol ahvol so'radilar, tasalli berdilar. Narigi tomonga o'tirdilar, ammo jondan aziz amakilarining ahvoli ancha yomonlashganini, o'limga yana bir qadam yaqinlashganini sezdilar. Abu Tolib endi bir necha hafta emas, bir necha kun ham yashay olmasligi ayon bo'lib qolgan edi. Unga so'nggi soatlarida bo'lsa ham bir yaxshilik qilishlari mumkin edi. Amakijon, bir martagina bo'lsa ham la ilaha illalloh deng, toki men vaqti soati kelganida Allohning huzurida bunga guvohlik bera olayin dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday der ekanlar. Abu Jahl bilan uning birodarlari: "Yo Abu Tolib, Abdumuttalibning dinidan yuz o'girasanmi?" deb uni qaytarishga urinishdi. Payg'ambarlar sultoni takror o'tindilar. Bir marta bo'lsa ham tavhid kalimasini so'zlang deya yolvordilar. Biroq anavi ikkalasi har safar Abdumuttalibning yodiga solib iymon keltirishiga to'sqinlik qilar edi. Abu Tolib jim, ahyon-ahyonda ingrab qo'yar. Har nafas olganda ko'ksi ko'tarilib tushib, xirillagan bo'g'iq tovush eshitilar edi. Ko'p vaqt qolmaganini bilish qiyin emasdi. Mador butkul qochdi. Suhbatdoshlariga javob berishga ham majol yo'q. Olamlarning sultoni, ko'zlarimizga nurli sevgili payg'ambarimiz 40 yildan beri juda ko'p yaxshiliklar ko'rgan amakilarining kufr devoridan oshib o'tib iymon doirasiga kirishni orzu qilar, oxiratda buyuk shafoat haqqi berilgan onda suyukli amakilarini qo'lidan tutishni, unga qila oladigan eng katta yordamchilarini berishni xohlar edi. Shu asnoda Abu Tolibning lablari qimirladi. Pichirlash ohangida bu so'zlarni eshitildi.
U Abdumuttalibning dinidadir. Abu Jahl va Abdulloh ibn Umayyaning yuzlarida shaytoniy bir tabassum yo'lda paydo bo'ldi. Ko'zlarida zafar uchqunlari porladi. Amakingni ham senga berib qo'ymadik. Oxir oqibatda zafar biz tomonda bo'ldi deyotgandek kinoyali nigohlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qadaldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam janoblarining dardlari beqiyos edi. Hayotda eng ko'p yordamini ko'rgan va juda suyukli amaklarini abadiy yo'qotish ostonasida tur edilar. Bu ayriliq qaytishi bo'lmagan bir ayriliq edi. Taqiqlanadigan kungacha sizni afv etishingiz uchun duo qilaman amakijon, dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Abu Tolib nima uchun iymon keltirmadi? Jiyanini shu qadar yaxshi ko'rgan bir inson uni hurmati uchun bir martagina bo'lsa ham la ilaha illalloh deya olmasmidi? Buning sabablarini yolg'iz Alloh biladi. Biz ojizona aqlimiz ila faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol iymon keltirsam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam himoyaga olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolaman deb xavotirlangandir. Chunki Qurayshlar orasida beqiyos bir obro' e'tibori bor edi. Ammo iymon keltirsa bu e'tiborga putur yetib, mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi har qanday fitna fasodni qo'zg'ay olar edilar. Axiri bir paytlar Qurayshlarning suyukli, hurmatli bir ulug' kishisi bo'lgan Abu Bakr iymon keltirganidan so'ng butunlay mensimay qo'yilgan. Hatto hushidan ketguncha kaltaklangan edi va o'sha kundan e'tiboran kimsani himoyasiga olish huquqidan mahrum bo'ldi. Aks holda Habashistonga qaytgan musulmonlar Valid ibn Mug'ira, Abu Uhayya kabi mushriklarni himoyasiga kirishga majbur bo'larmidi? Xo'sh, unda hayotni so'nggi kunlarigacha sodiq bo'lib qolgan dinini o'lim to'shagida yotganida o'zgartira olmasmidi? Jiyanini chaqirtirib hech kimga eshittirmay uning qulog'iga kalimai tavhidni so'zlab, bu ishni sir saqlashni iltimos qilsa bo'lmasmidi? Bular Abu Tolib uchun mushkul emasdi. Ushbu kalimani keltirsa jiyani benihoya quvonishni ham bilardi. Bu masalani uning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan quyidagi so'zlar oydinlashtiradi. Ey suyukli jiyanim, Alloh haqqi, agar sening va bolalaring boshiga balolar yog'dirib, yomonlik qilishlaridan tashvishlanmaganimda va Qurayshlar o'limdan qo'rqib shunday dedi tarzida bo'xton yog'dirishlaridan andisha qilmaganimda, hech ikkilanmay shu so'zlarni aytgan bo'lardim. Hatto boshqa bir maqsad niyat bilan bo'lmasa ham azbaroyi seni xursand qilish uchungina so'zlardim. Mana shu ikki fusus tufayli Abu Tolib oxiratda kalimai tavhidni so'zlamay ketdi. Balki birinchidan suyukli jiyanini qo'riqlash va himoya qila olish uchun bo'lsa, ikkinchidan Abu Tolib o'zi boqib katta qilgan yetimni diniga kirdi. O'limdan keyingi hayot uni qo'rqitdi deuvchilarning muhokamasidan jiyanini xalos etish uchun iymon keltirmagandir. Ammo toki insoniyat bor ekan, yer yuzida bittagina musulmon qolmaguncha ham Sayyida Anbiyoga beminnat xizmat qilgan evaziga Abu Tolibning nomi xotiralarda yashayveradi. Mehr, muhabbat va hurmat bilan tilga olinaveradi. Ammo ikkita ashaddiy mushrik oldida sir boy bermaslik niyatida so'nggi daqiqalarda bo'lsa ham atigi bir marta loaqal yashirin tarzda kalimai tavhidni so'zlamagani noxush qabul qilinaversa kerak. Balki bu so'zlaydigan bo'lsam birovdan yashirib qo'rqib emas, ochiqchasiga xitob qilib hayqiraman. Yorug' yuz bilan ko'krak kerib hech kimdan andisha qilmay so'zlayman. Bugungi kungacha jiyanimni himoya qilish imkoniyatidan mahrum bo'lmaslik uchun shu yo'lni tutdim. Bugundan e'tiboran esa Qurayshlar orasida musulmonman degan xayolni ko'nglidan kechirgan bo'lsa ajab emas. Yoki qalbini intilsa ham bila turib shirk hayotida qolishni tanlagan bo'lishi ham mumkin. Bular yolg'iz Allohga ma'lum narsalar. Rahmati cheksiz bo'lgan buyuk Alloh ertaga Habiba adibiga qilgan ushbu xizmatlari evaziga Abu Tolibga nisbatan qanday muomalada bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sevuvchi har bir mo'minning qalbida Abu Tolib uchun hosil bo'ladigan yara to qiyomat kunigacha bitmaydi.